Salom, Uzplay kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mashhur Clash of Clans mobil o'yini tarixiga chuqur shongib va hozirgi kunda qancha daromad qilayotganini ko'rib chiqamiz. Buni avval esa har doimgidek kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Qani bo'lmasam, boshladik. Clash of Clans o'yini Finlandiyadagi Supercell kompaniyasi tomonidan yaratilgan. Supercell 2010-yilda tashkil topgan. Kompaniyaning asosiy maqsadi oddiy, lekin juda qiziqarli o'yinlar yaratish edi. Qiziq tomoni shundaki, Supercell boshida ko'plab o'yinlarni chiqargan, lekin ularning aksariyati muvaffaqiyatsiz bo'lgan. Supercell bir nechta o'yinlarni yaratdi, lekin ular mashhur bo'lmadi. Shuning uchun kompaniya katta xavf ostida qolgan edi. Keyin esa ular yangi strategiya o'yin ustida ishlashni boshladi. Bu loyiha keyinchalik Clash of Clans ga aylandi. O'yin yaratuvchilari oddiy go'ya o'ylab topdi. O'yinchi o'z qishlog'ini quradi, qo'shin tayyorlaydi va boshqa o'yinchilarga hujum qiladi. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin aynan shu mexanika o'yinni mashhur qildi. Clash of Clans 2012-yilda chiqarildi. Dastlab o'yin faqat iPhone uchun mavjud edi. Keyinchalik Android versiyasi ham chiqdi. Va aynan shu paytdan o'yin butun dunyoda mashhur bo'la boshladi. Clash of Clans muvaffaqiyatining asosiy sabablari: do'stlar bilan o'ynash imkoniyati, klan tizimi, doimiy yangilanishlar va juda qiziqarli janglar. O'yin hatto milliardlab dollar daromad keltirdi. Clash of Clans mobil o'yinlar tarixini o'zgartirdi. Ko'plab kompaniyalar aynan shu model asosida o'yinlar yaratishni boshladi. Supercell har bir o'yin ustida kichik jamoa bilan ishlaydi va agar o'yin ularga yoqmasa, ular loyihani yopib yuboradi. Clash of Clans esa ularga juda yoqqan loyiha bo'lgan. Siz Clash of Clans o'ynaganmisiz? Eng katta qishlog'ingiz nechanchi level edi? Izohlarda yozing va Uzplay kanaliga obuna bo'lishni unutmang.